Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va jamiyat xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil davom etmoqda. Qoraqalpog'istonda tegishli idoralar hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida giyohvandlik moddasining noqonuniy savdosi bilan bog'liq holatga chek qo'yildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda To'rtko'l tumani hududida giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish maqsadida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida nazorat ostidagi shaxs bir dona oq qog'oz parchasiga o'ralgan sariq rangli o'tkir hidli jami og'irligi 2,14 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini 5 million so'mga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatib qolindi. Shundan so'ng ushbu shaxs yonlari ko'zdan kechirilib, uning chap qo'lida bir dona oq qog'oz parchasiga o'ralgan sariq rangli o'tkir hidli o'rama bilan og'irligi 0,45 gram bo'lgan geroin giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida olib qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi.